alaykum qizlar. Ikkinchi darsimiz boshlandi. Davom ettiramiz. Mana birinchi yarim chokka o'rgandik, keyin butun chokka o'rgandik. Endi bo'lsa men sizlarga rezinka chokini o'rgataman. Diqqat bilan ko'rib, men bilan iloji bo'lsa men bilan barobar to'qishni boshlaylar. Mana qaranglar. Bitta olamiz, ikkita olamiz. Keyin nakit olamiz. Nakit olganimizdan keyin oldidan kirg'izib olamiz. Ipimizni 3 ta bo'ldi. 3 tani 2 ta qilamiz, 2 tani bitta qilamiz. Mana endi yana nakit olamiz. Bunda esa qizlar orqasidan kirgizamiz. Mana orqadan ilib olamiz ipimizni. Orqadan ilib olib chiqaramiz bu yoqqa. Yana 3 ta bo'ldi. 3 tani 2 ta qilamiz, 2 tani esa bitta qilamiz. Yana nakit olamiz. Qaranglar qizlar. Endi oldidan olamiz. Oldidan ipni ilib olamiz. 3 ta bo'ldi mana. 3 tani 2 ta qilamiz, 2 tani bitta qilamiz. Endi yana orqadan mana qaranglar. Mana orqadan ilamiz ipni. Orqadan ilib olamiz. Mana ilib olganimizdan keyin yana 3 tani 2 ta qilamiz, 2 tani bitta. Shu afzalda oxirigacha to'qib bitiramiz. Qizlar, oxiriga yetib keldik, to'qidik. Oxirgisini mana uni ham oldidan olamiz. Oldiga kelgan ekan gali 2 ta qilamiz, 2 tani bitta qilamiz. Mana yana 2 ta nakit olib o'giramiz-da. Endi qaranglar qizlar. Litsoy tomonini oldini oldiga, orqani orqaga qilib orqadan ilib olamiz. Birinchi oldini oldidan ilib olamiz. Shu qatorda mana qaranglar. Orqani bo'lsa orqasi tomonidan, mana qaranglar, orqasi tomonidan mana ilib olamiz qizlar. Mana 2 tani bitta, 2 tani bitta qilamiz. Xo'sh, mana endi yana oldinikini oldiga ilib olamiz. Orqani bo'lsa orqasidan ilib olamiz qizlar. Mana o'zi ko'rinib turibdi hammasi. Ilib olamiz. Shunaqa qilib shu qatori oxirigacha yetkazamiz. Mana qizlar, rezinka chokini ham oxiriga yetkazdik. Bu yerda hozir 4 qator rezinka choki. Mana ko'ringlar. Uni pinyetkani to'qiganda pinyetkani yuqori tomoniga to'qilishiga kerak bo'ladi. Hozir yarim chok keyin bir chokdan keyin bir chokdan boshlanadi. Rezinka choki ham mana davom ettirdik. Rezinka chokini ko'rsatdim sizlarga darslarimda. Ko'rib mana kuzatib bordinglar. Endi bo'lsa pinyetkani to'qishni boshlaymiz. 0 dan 3-4 oylik chaqaloqlar uchun to'qiymiz. Mana qizlar, shu pinyetkada ko'rayotgan hamma choklarni sizlarga o'rgatganman. Yarim chok, stolbik hamda rezinka chokini. Bu rezinka chokini pinyetkani eng yuqori qismida to'qiladi. Bu 0 dan 3-4 oylik chaqaloqlar uchun to'qiladi qizlar. Oldingi darslarimni hamma choklarni qaytarib o'tinglar. Keyingi 3-darsimda shu o'rgangan choklarimiz orqali o'rgangan choklarimizdan pinyetkani to'qishni boshlaymiz. Keyingi darsgacha qizlar yaxshilik bilan ko'rishlikni nasib qilsin hammamizga iloyim. Darslar hammasini qaytarib, choklarni qo'linglarni kelishtirib to'qishni o'rganib turinglar. Qizlar, shu choklarni mukammal, o'zingizlar mustaqil ravishda to'qa oladigan bo'linglar.